Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Zamira. Bu degani rus tili grammatikasiz darsimizning yana bitta qiziqarli qismi. Zamira o'zi kim? Oliy ma'lumotli rus tili va adabiyot mutaxassisi, 8 yildan buyon rus tili o'qituvchisi hamda Toshkent shahrida joylashgan Poliglot o'quv markazi asoschisi va oddiy rus tilini savob yo'lida o'rgatadigan shaxs. Agar tayyor bo'lsangiz, ketdik. Bugun e'tibor markazimizda "Я тебя люблю", ya'ni men seni sevamanni har xil formalarda, har xil zamonlarda gapirishni o'rganamiz. Yaxshi ko'rish darajalari. Birinchisi bu любить. Любить o'zbek tiliga sevmoq yoki yaxshi ko'rmoq deb tarjima qilinadi. Undan keyin обожать. Обожать bu mukkasidan ketib juda ham yaxshi ko'rishni ma'nosini beradi. Endi обожатьga qarama-qarshi so'z bu ненавидеть. Ненавидеть degani nafratlanmoq yoki juda ham yomon ko'rmoq. Не любить yomon ko'rish yoki yaxshi ko'rmaslik. Не ненавидеть nafratlanmaslik. Shunaqa ko'rinishlar bo'lishini hozir polni ko'rib chiqamiz. Agarda siz men yaxshi ko'raman demoqchi bo'lsangiz, "Я люблю" deysiz. Agarda biz yaxshi ko'ramiz demoqchi bo'lsak, "Мы любим" deymiz. Agarda sen yaxshi ko'raman demoqchi bo'lsang, "Ты любишь" deysiz. Agarda вы, siz yoki sizlar yaxshi ko'raman demoqchi bo'lsangiz, "Вы любите" deysiz. Он, она, оно, ya'ni u, он мужской родda он любит, она женский родda она любит, оно средний родda оно любит va ular yaxshi ko'rishadi, они любят. Ketdik, ненавидеть fe'lini ham tushunib ko'ramiz. Men, я ненавижу, ты, sen, ты ненавидишь, он o'g'il bola, он ненавидит, она qiz bola, она ненавидит, оно средний род, оно ненавидит. Biz мы ko'plikda мы ненавидим, siz ko'plikda вы ненавидите, они ko'plikda они ненавидят bo'ladi. Agarda men juda ham yaxshi ko'raman desam, "Я обожаю" deyman. Agarda siz juda ham yaxshi ko'raman desangiz, "Ты обожаешь" deysiz. Agarda u o'g'il bola он обожает deyman. Agarda u qiz bola она обожает. Agarda u средний род оно обожает. Biz yaxshi ko'ramiz desam, мы обожаем. Sizlar yaxshi ko'rasizlar desam, вы обожаете. Ular yaxshi ko'rishadi desam, они обожают. Agarda sizga bu grammatika kamlik qilayotgan bo'lsa, bizning o'quv markaziga offline va onlayn kurslarga yozilishingiz mumkin. Profilning chapkasida Telegram silkamiz bor. Bemalol administratorga murojaat qilsangiz, u sizga yo'l yo'riq ko'rsatib boradi. O'tgan zamonda men yaxshi ko'raman qanday bo'ladi? O'tgan zamonda biz 6 ta formaga bo'lmaymiz, faqatgina мужской род или женский род formalariga bo'lishimiz mumkin. Shunday qilib ketdik. Agarda men o'g'il bola bo'lsam, agarda sen o'g'il bola bo'lsang, agarda u o'g'il bola bo'lsa, "Я любил", "Ты любил", "Он любил" bo'ladi. Agarda men qiz bola bo'lsam, agarda sen qiz bola bo'lsang, agarda u qiz bola bo'lsa, "Я любила", "Ты любила", "Она любила" bo'ladi. Agarda biz ko'plik bo'lsak, agarda siz ko'plik bo'lsangiz, agarda ular ko'plik bo'lishsa, "Мы любили", "Вы любили" и "Они любили" bo'lib ketadi. E'tibor bilan kuzatayotgan bo'lsangiz, lekin grammatika ko'proq o'qimoqchi bo'lsangiz, bizning kanalimizda parallelni har hafta chiqadigan rus tili grammatika bilan darslar ham bo'lib o'tadi. Bemalol o'tib, o'shani ham ko'rsangiz bo'ladi. O'tgan zamonda juda ham mukkasidan ketib yaxshi ko'rish мужской родda. Обожал. O'tgan zamonda женский rodda обожала, o'tgan zamonda средний rodda обожало, o'tgan zamonda ko'plikda обожали. Videomizni oxirigacha ko'ring, chunki dars oxirida men sizga 5 ta o'zingizni bilim darajangizni tekshirish uchun vazifa tayinlab qo'yganman. Kelasi zamonda yaxshi ko'rish qanday bo'ladi? Kelasi zamonda любить fe'li, ненавидеть fe'li yoki обожать fe'li o'zgarmaydi. Unda faqatgina быть fe'li o'zgaradi. Я буду любить, я буду обожать, я буду ненавидеть. Мы будем любить, мы будем обожать, мы будем ненавидеть. Ты будешь любить, ты будешь обожать, ты будешь ненавидеть. Вы будете любить, вы будете обожать, вы будете ненавидеть. Он будет любить, он будет обожать, он будет ненавидеть. Она будет любить, она будет обожать, она будет ненавидеть. Они будут любить, они будут ненавидеть, они будут обожать. Tayyor bo'lsangiz, endi sizga vazifa. To'g'ri javoblarni kommentariyada yozib qo'yishni unutmang. Men qiz bola sevar edim. Sizlar juda yaxshi ko'rasizlar. U nafratlanib qoladi kelasi zamonda. U o'g'il bola. Biz nafratlanamiz.
Ular juda ham yaxshi ko'rishar edi o'tgan zamonda. Agar vazifalarni qilib olgan bo'lsangiz, keyingi darslarda ko'rishguncha paka-paka.